O'zbekistonda gaz yo'q hovlilarga elektr narxi arzonlashadimi? Bu savol ko'pchilikni qiziqtiryapti. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov bugun shunga oid katta yangilikni ma'lum qildi. Energetika vazirining so'zlariga ko'ra, gazlashtirilmagan hovlilar uchun elektr energiyasi tarifida 50% lik chegirma joriy etilishi mumkin. Bu tashabbus loyihasi allaqachon muhokama qilingan va tegishli tashkilotlarga taqdim etilgan. Agar loyiha tasdiqlansa, chegirma 2026-yil 1-yanvardan kuchga kiradi. Nega bunday qaror qabul qilinmoqda? Oxirgi yillarda mamlakatning ayrim hududlarida gaz ta'minoti cheklangan. Ko'plab oilalar isitish va pishirish uchun elektrdan foydalanishga majbur bo'lgan. Shuning uchun hukumat elektrdan asosiy manba sifatida foydalanuvchi aholi qatlamini qo'llab-quvvatlashni maqsad qilgan. Chegirma kimlarga va qanday qo'llanadi? Chegirma faqat gaz tarmog'iga ulanmagan hovlilarga berilishi rejalashtirilgan. Ular uchun oylik iste'mol normasi doirasida elektr energiyasi narxi yarmiga tushiriladi. Aniq miqdor va texnik shartlar esa Vazirlar Mahkamasining qarorida belgilanadi. Agar bu loyiha qabul qilinsa, 2026-yildan boshlab gazsiz hududlardagi minglab oilalar uchun elektr energiyasi 50% arzonlashadi. Bu esa qish mavsumida aholiga sezilarli yengillik yaratadi. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, like bosing, fikringizni izohda yozing va eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun kanalga obuna bo'ling.